Navbatda ishimizni ham tugatdik. Samarqand payshanbada qilindi. Bunaqasi 20 metr. Hattan bu yog'i 10 metr, bu yog'i 10 metr. Ikki tomoniga suv tushadigan qilib qilindi. O'rtaga xor qo'ydik. Bunaqasi 12 metr. Tagiga stiklavata qo'yib yopib berdik. Loy bosmasdan stiklavata qo'yadigan variant. Ustunlarimiz konteyner shivillerdan. Mana shu 9 ga 12 qalinligi 4 mm shiviller, balandligi 4,5 metr. Buni orasi 6 metr. Fermalarimiz orasi ham 1,20, 1,25 ga qo'yilgan. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab bemalol telefon qilaverasizlar.